Nosni orqasidan katta muammolar bo'lgan joylar bor. Ular birinchi bo'lib shunaqa salbiy holatlarga duch keldi ham deylik. Kimga murojaat qiladi u chetda? Bitta davlatga borib, boshqa davlatga o'tib ketish holatlari bo'ladi bunaqa odamlar. Asosiy belgilaridan shu ekan-a? Bor shunaqa odamlar, afsus. Bunaqa odamlarni yubormaymiz. 2025-yilda dunyo bo'ylab xavfli va nolegal yo'llar bilan harakatlangan taxminan bir necha ming muhojirlar ko'proq noxush holatlarga, masalan, ochlikdan vafot etish, suvda cho'kish kabi holatlarga duch kelganlarni kuzatish mumkin. Bu kabi holatlarga nima sabab bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz, Shohruh? 2025-yil Bolgariyada O'zbekistondan ketgan talaba o'sha ehtiyotsizlik oqibatida, ehtiyotsizlik emas, bu ozgina o'zboshimchalik oqibatida shu noxush vaziyat yuz bergan. O'zboshimchalik deganda bu qanaqadir mumkin bo'lmagan narsaga qo'l mumkin bo'lmagan joyda cho'milgan. Ya'ni dengizda cho'milish mumkin bo'lgan joylar bor, cho'milish mumkin emas bo'lgan joylar bor. Ya'ni o'sha marjon qoyalar deyishadi, suv urilib, u toshlarni ancha o'tkir qilib qo'yadi. Ya'ni suv to'lqini borib urishi mumkin, jarohatlashi mumkin. Ana shunaqa joyda cho'milganida bitta qizni qutqaraman deb xo'jalik vafot etgan, o'sha suv ko'madigan darajada yuqoriga kirib ketgan. Uni adashmasam 2 yoki 3 sutka davomida uni o'tdan chiqarish iloji bo'lmagan, suv tushishini kutishgan. Bunaqa vaziyatlar yuz bermasligi uchun odam avvalambor o'zini ehtiyotini qilishi kerak. Mumkin bo'lmagan joylarda cho'milmasligi kerak. Yoki boradigan joyini qanchalik xavfli yoki xavfsizligini o'rganish kerak, baholash kerak. Oddiy misol, Rossiya Federatsiyasiga o'sha borgandan keyin hujjatini rasmiylashtirish uchun patentga topshirishadi. O'sha UFMS binosini oldida topshirish uchun katta navbatlar bo'ladi. O'sha yerda ham o'sha topshirish jarayonida davkada, ya'ni odamlar ko'plikda siqilishda havo yetmasdan o'lib qolgan odamlar ham bor. Rossiyada ham bunaqa narsa yiliga adashmasdan 2-3 marta yoki undan ko'p kuzatiladi. Bu degani faqatgina qonuniy ketish bilan bog'liq bo'lmaydi. Boradigan joyini birinchi o'rinda xavfsizligini o'rganish kerak, ikkinchi o'rinda baribir har qanaqa holatda ham o'zini ehtiyotini qilish kerak. Assalomu alaykum, avvalambor. Demak, ularni tanishtirib o'taman. Bugungi suhbatdoshimiz Shohruh Miraliyev, bugungi kunda Getwork xususiy bandlik agentligining ijrochi direktori. Getwork qanaqa kompaniya? U maqsad vazifalari nimalardan iborat? Getwork xususiy bandlik agentligi yaqinda tashkil topganiga qaramasdan, ya'ni yaqinda deganimiz 1 yildan oshdi. Lekin shunga qaramasdan bu jamoada 8 yil va undan ko'proq bo'lgan ish tajribasiga ega, migratsiya sohasida ishlagan, tartibli migratsiyani yo'lga qo'yish bo'yicha yetarli tajribaga ega mutaxassislar ishlashadi. Xo'p, bu birinchisi. Ya'ni bu xususiy bandlik agentligimizni mutaxassislari yetarli tajribaga ega va odamlar bemalol ishonib, ham vaqtini, ham hujjatlarini ishonib topshirishlari mumkin. Xususiy bandlik agentligimiz o'zining qadriyatlari bor. Bu faqat fuqarolarimizni chetga ishga yuborish bilan bog'lab bo'lmaydi. Chunki ishga har qanaqa joyga yuborish mumkin, lekin biz harakat qilamiz, ishga yuboradigan joylarimiz yaxshi bo'lsin va keyinchalik u yerda fuqarolarimiz o'zlashtirgan va orttirgan malakalarini keyinchalik O'zbekistonda davom ettirishlari yoki keyinchalik O'zbekistonda qanaqadir tadbirkorlik qilishlari shu soha bo'yicha. O'shaning uchun har doim harakat qilamiz qaysidir mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlarini topish va o'zimizda mutaxassisligi yetarli darajada bo'lmagan odamlarni tayyorlab o'sha ish joylariga joylashtirishga harakat qilamiz. Bu eng asosiy deylik xususiy bandlik agentligimizning qadriyatlaridan biri. Ya'ni shunchaki odam yubordim, daromad ko'rdim emas. Yubordim, ish tajribasiga ega bo'lsin. Biz ularni o'sha yil davomida monitoring qilib boramiz. Ya'ni shunchaki tashlab qo'ymaymiz. Har qanaqa muammo bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, yelki-melki turib beramiz. O'sha tajribasiz kelgan, bizga murojaat qilgan, Getworkga murojaat qilgan shu arizachilar, demak, nomzodlar agar tajribasi yo'q bo'lsa, qanaqa yordam beradi Getwork xususiy bandlik agentligi? Getwork xususiy bandlik agentligi har qanaqa odamni ham ishini yurg'izmaymiz. Bu odam ajratish emas, bu odam saralash deb hisoblasak bo'ladi. Nimaga? Chunki O'zbekistondan tashqariga chiqqan har qanaqa O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonning imijini yo ko'taradi yo tushiradi. O'shaning uchun biz harakat qilamiz, iloji boricha
ish beruvchilar bilan muammo qilmaydigan, borgandan keyin o'sha joyda yaxshi ishlab keta oladigan, ya'ni tortib keta oladigan, til bilish darajasi, ish bilish darajalarini baholagan holatda fuqarolarni tanlab olamiz. Bu birinchi bosqich suhbati bo'ladi. Ikkinchi bosqich suhbati bu ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri suhbat bo'lishi mumkin yoki ish beruvchi bilan o'tkaziladigan imtihonlar bo'lishi mumkin, amaliy imtihonlar. O'shalardan o'tgandan keyingina odamni o'sha hujjatlarini o'sha xorijga ishga joylashtirish uchun rasmiylashtirishni boshlaymiz. O'sha tortib keta oladi deyapsiz. Qanaqa kriteriylari bor masalan? Ikki xil odam borda, misol uchun u odamni opiti, ya'ni ish tajribasi yetarli bo'lishi mumkin, yillar davomida ishlagan bo'lishi mumkin. Hamma narsasi joyida, hujjatlari zo'r bo'lishi mumkin, lekin u odam sal neadekvat. Ya'ni borgandan keyin odam muhitni buzishi mumkin. Bor shunaqa odamlar, afsus. Bunaqa odamlarni yubormaymiz. Shunaqa odamlar bor, biroz tajribasi yetishmaydi, lekin ishga bo'lgan motivatsiyasi bor. Nima uchun ketayotganini juda ham yaxshi tushunib olgan odam, chunki hech kim bulosh tosh ketgandan ketmaydi. Ma'lum vaqtga borib ishlab yetarli daromad qilib kelishlikni o'ylashadi. O'shaning uchun baribir odamga qaraladi, chunki muhitni buzishi mumkin bo'lgan odamni nima uchun biz yubormaslikka harakat qilamiz? Chunki u odam borgandan keyin yo'nalishni o'zgartirishi mumkin. Ya'ni birinchi bitta davlatga borib boshqa davlatga o'tib ketish holatlari bo'ladi bunaqa odamlar. Bu o'z-o'zidan ish beruvchini oldida birinchi bizni xususiy bandlik agentligini obro'sini tushiradi va undan keyingi o'zbekistonliklar uchun eshikni yopib qo'yishi mumkin. Undan tashqari o'sha boradigan davlatidagi o'zbekistonliklarni qonun buzish holatlarini ko'payishiga olib keladi. O'shaning uchun bunaqa odamlarni yubormaslikka harakat qilamiz. Endi ish tajribasi yetarli emas, lekin ish joyiga borgandan keyin shu tortib ketish nimasida bo'lgan ish beruvchilar ham bunaqa odamlarni baribir ma'qullashadi, chunki unaqa odamlar bilan kommunikatsiya qilish osonroq, unaqa odamlar bilan ishlash oson. O'shaning uchun ko'proq ish beruvchiga bog'liq bu holatda suhbat baribir javobni o'lib berishadi. Ular bilan ishlanadi. Shohruh, qaysi holatlarda nomzodlar rad etiladi? Til bilmasa. Nima uchun til bilmasa rad etiladi? Chunki ish beruvchini suhbatidan yoki bizni xususiy bandlik agentligini rekruterlaridan suhbatidan o'tolmagan odamlarni biz qaytarishimizga asosiy sabab ertaga topshirgan davlatning konsullik o'sha vakillari bilan suhbat bo'ladi. Tabiiy holat. O'zbek tilida gaplashmaydi ular. Ularni ingliz tili. Yo'q, biz asosan rus tili ishlaydigan davlatlar bilan ishlaymiz. Nima uchun? Chunki endi aholimizning katta qismi baribir rus tilida gaplasha oladi, yo'q deganda tushunadi. Ya'ni ingliz tilini bilish talab etiladigan davlatlar ham bor. Nemis tilini bilish talab etiladigan davlatlar bor. Endi ularda nisbatan sal boshqacharoq ish. Endi ularga o'sha davlatlarning talablari bo'yicha to'g'ri keladigan odamlar yig'iladi. Eng ko'p uchraydigan xatolar, masalan, nomzodlarda mana kelishdi vakansiya bo'yicha. Kelishdi, shunga boraman. Shu viza yoki bir hujjat yig'ayotgandagi eng ko'p uchraydigan xatolar. Hujjat yig'ishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hujjat yig'ishda o'zi mutaxassislar o'sha nomzodlarni to'liq nazorat qilib turishadi bu borada. Lekin fuqarolar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolar bu ma'lumot olganda u ma'lumotni yaxshi tushunib olmaslik. Eng ko'p xatosi bularni hamma narsa agentlik qo'lida deb o'ylash. Chunki agentlik o'rtada o'sha ishni tashkillashtirib beruvchi bo'lgan agentlik, vositachi deylik. Asosiy ish baribir topshirgan davlat tomonidan bo'ladi. Nafaqat ish beruvchi, deylik mana nomzod topshirdi, nomzod kerakli bosqichlardan o'tdi, hujjatli yig'ildi. O'sha topshiradigan davlatga yuborildi ish beruvchisiga. Ish beruvchi ham o'zining o'rnida o'zi tomonidan yig'ish kerak bo'lgan hujjatlarni yig'ib o'sha davlat idoralariga topshiradi. Bu yerda migratsiya bor, bu yerda o'sha davlatda xavfsizlik xizmatlari bor, konsulligi bor. Albatta hammasi tekshiriladi. Tekshirilgandan keyin umumiy qaror chiqarib beriladi, ya'ni u odamni ishlash uchun ruxsatnoma xati. Bu xat chiqishi uchun ham o'sha davlat qonunchiligida ko'rsatilgan muddat ichida javob berishga yoki rad etishga haqqi bor. Eng kam qancha muddat?
Endi ruxsatnoma xati chiqishi, hujjatlari yetib borganidan keyin endi davlatiga qarab deylik, eng tezi 1 oyda chiqar. 2 hafta, 3 haftada ham chiqib qo'ygan holati bor, lekin 1 oyda chiqadi. U deylik Latviya. Lekin hujjatlar yetib borgandan keyin 7 oydan keyin chiqadigan davlatlar ham bor. Ya'ni undan tashqari u ruxsatnoma xati chiqqandan keyin elchixona bilan bog'liq faktorlar bor. Elchixonani qabuliga yozilish bilan bog'liq, o'sha navbat bilan bog'liq masalalar bor. Ularning hammasi yetarlicha vaqt oladi. Har bitta davlatda har xil. Endi buni hech qaysi agentlik o'zi hal qila olmaydi. Agentlik murojaat qilgan taqdirda ham elchixona shu kuni, shu vaqtda kelsin dedimi? Aynan o'sha kuni, o'sha vaqtda kelish kerak. Topshirgandan keyin har bir elchixonani o'sha ko'rsatilgan muddat nimasi bor, haqqi bor. O'sha vaqt ichida hujjatlarni ko'rib, vizani javobini berish, ya'ni vizani tasdiqlash yoki rad etish uchun haqqi bor. Ya'ni nima demoqchiman? Aynan shu narsalarni fuqarolar yaxshi tushunib olmaydi. Tushuntirilgan taqdirda ham tushunmaganlikka olish holatlari ham bor. O'shaning uchun eng katta muammo shu. Qolgan tomonlama hech qanaqa muammo yo'q. Viza rad etilishiga asosiy sabablar nima bo'lishi mumkin? Viza rad etilishiga fuqarolar qaysi davlatga, qaysi korxonada, qaysi shaharda, korxonaning yo'nalishi, borgandan keyin qaysi lavozimda ishlashi, shartnomada ko'rsatilgan oyligi bo'yicha javob bera olmasligi. Ya'ni konsul so'raydi baribir. Qaysi davlatga ketyapsiz? Qaysi korxonada ishlaysiz? Qaysi lavozimda ishlaysiz? Okladingiz qancha? Ishonchli ma'lumot bera olmaydi. Ya'ni o'zi taqdim qilgan hujjatlar asosida konsul baribir savol javob qiladi. Hammasiga javob bergan taqdirda ham baribir konsul u odamni haqiqatan o'sha yerda ishlamoqchimi yoki dalish ketmoqchimi degan ma'noda, ya'ni bilish uchun har xil savollarni berish mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarga o'tishi mumkin. Deylik, ish beruvchingiz yoqmadi sizga. Qanaqadir shunaqa muammo bo'lib qoldi, nima qilasiz deyish mumkin. Agar men dalish ketaman, Chexiyaga ketaman, Germaniyaga ketaman deydigan bo'lsa, joyda отказ beradi. Yo'q, agar bunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, hujjatlarimni yig'ishtiraman, kiyimlarimni yig'ishtiraman, to'g'ri O'zbekistonga qaytaman. Bu ham to'g'ri yo'l, chunki hech qaysi davlat nimalarni xohlashmaydi, o'zini davlatini boshqa davlatga yetib olish uchun qanaqadir foydalanishlari. Shuning uchun psixologik javob ham eng katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun yaxshilab aylantirib so'rashadi. Даже qaysi pozitsiyaga hujjat topshirgansan, borib qaysi pozitsiyada ishlaysan desa, misol uchun armaturachiman desa, u so'raydi. Misol uchun, "Hop, armaturachisan, mana ishga kelding. Ishni nimadan boshlaysan? Ishni qanaqa tashkillashtirasan?" Baribir so'raydi. Jarayon. U haqiqatan o'sha soha vakilimi yo'qmi? Bilish uchun harakat qiladi. Agar javob qoniqarli bo'lmasa, konsul uni haqiqatan o'sha yerda ishlashiga ishonch qila olmasa, rad javob berish haqqi bor. Hujjatni mustaqil tayyorlash bilan mutaxassis orqali tayyorlashni farqi katta bo'lsa kerak. Katta farqi bor. Mutaxassis bilan tayyorlashda mana o'zimizda konsul xususiy bandlik agentligi misolida aytaman. Yiliga deylik 2000 ta yaqin fuqarolarga xizmat ko'rsatiladigan bo'lsa, umumiy olganda bu mavsumiy ham yillikka shularning hammasi keladi, hujjat topshiradi, elchixonaga hujjat topshirdi, ketadi. O'zi hujjat tayyorlaydiganlar juda ko'p holatda elchixonaga navbat olgan taqdirda ham elchixonadan qaytarib yuborish holatlari, hujjatlarda kamchilik, anketani noto'g'ri to'ldirishlar, eng ключевой bo'lgan hujjatlarning yo'qligi. Shunaqa narsa bor, предварительный отказ degan narsa bor, ya'ni vaqtdan oldin rad berish, ya'ni elchixona ba'zida muddat beradi, shu muddat ichida shu hujjatlarni yetkazib kel, bo'lmasa rad javobini beraman deydi. Shunaqa holatlar bor. Bir xil umuman отказ berib yuboradi. Hujjatlarni qabul qiladi, отказ berib yuboradi. O'shaning uchun suhbatga ham kirmaydi. O'shaning uchun mutaxassis bilan qilgan yaxshiroq. Nima uchun? Chunki отказ keyingi viza olishda qanaqadir ta'sir ko'rsatmasligi bor, lekin baribir откazsiz natijaga erishgan yaxshiroq, chunki baribir kuyadi. Отказ olgan taqdirda baribir kuyadi. Nimaga kuyadi? Elchixonaga to'lagan kuyadi. Yana ikkinchi marta topshirsa bo'ladimi shu? Elchixonada ikkinchi marta topshirsa bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda qanchadir vaqtdan keyin topshirish tavsiya qilinadi, lekin
u viza olishga keyingi topshirishlarga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Agar soxta hujjat bermagan bo'lsa. Chunki ba'zi bir davlatlarda adashib o'zi tushunmagan holatda chet eldan kimdir ishga taklifnomada soxta hujjatlar beradigan bo'lsa, elchixona ban berishi mumkin o'sha odamga bir necha yilga. Shuning uchun mutaxassis bilan qilgani yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, boriladigan davlatning qonunlari, madaniyati haqida tushuncha beriladimi ana shu nomzodlarga? Albatta beriladi. Bu narsa bo'yicha, ya'ni fuqarolarni jo'nab ketishidan oldin tayyorgarlik ko'rishlari bo'yicha o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi bilan hamkorlikda har bir xususiy bandlik agentligi, ya'ni ketishdan oldin o'sha davlatning madaniyati, qonun qoidalari bo'yicha o'sha alohida dastur yo'lga qo'yilgan, o'sha dastur asosida tayyorlantiriladi. Undan tashqari baribir har bir fuqaro ish beruvchining suhbatidan o'tgandan keyin baribir viza olguncha bo'lgan muddat bor. O'sha muddat ichida baribir ularga tavsiyalar beriladi. Yo'nalishlar beriladi, tushuntiriladi, o'rgatiladi, tayyorlan deyiladi. Baribir, chunki qanchadir vaqtdan keyin o'sha joyga ketish uchun tayyorlanish kerak. Shunday viza oldi, ketdim, borib moslashib ketaman degan narsa yo'q. Chunki ayniqsa birinchi marta chetga chiqayotgan odam uchun Yevropa juda og'irlik qiladi. Nega? Boshqa muhit, Baryerlar, boshqa insonlar, boshqa qadriyatlar, boshqa tushunchalar, boshqa valyuta, hamma narsa boshqa. Boshqatdan to'laqonli o'rganib chiqish kerak ekan deb borganda odam tayyor bo'ladi, vaqt yo'qotmaydi. Endi tajribangizga to'xtalib o'taylik. Ko'proq erkaklar, nomzodlar qaysi vakansiyaga ko'proq aniq berishadi? Endi bizga murojaat qiladiganlarning o'zi aksariyat qismi deylik 98% erkak kishilar bo'ladigan bo'lsa, industriya bo'yicha, ya'ni uzoq muddatli vizalar bo'yicha. Hop, asosan bizada o'sha qurilish yo'nalishi bo'yicha, qurilish ham har xil sektor, u ishchilar bo'lishi mumkin, u armaturachi, betonchilar, opalubkachilar bo'lishi mumkin. Xalqaro yo'nalishlarda yuradigan haydovchilar, malakali haydovchilar bo'lishi mumkin. Payvandchilarning yana har xili bor. U tik bor, migmak bor, MMA bor, ya'ni hamma yo'nalishi bo'yicha. CNC operatorlar, tokar, slesarlar, endi yo'nalish ko'p. Ya'ni hozir sanab o'tganlarim asosan mutaxassislik talab qilinadi bu bo'yicha. Yaxshi, bizda bor mutaxassislar, baribir. Shu Yevropa xohlagan, Yevropalik ish beruvchilar xohlagan darajadagi nimalar bor, baribir kadrlar bor, chunki biznikilar Koreyada ishlaganlar bor, yillar davomida, bir necha yillar davomida, Rossiyada yirik korxonalarda ishlaganlar bor, Turkiyada ishlaganlar bor. Baribir chiqadi. Undan tashqari o'zimizda ham ishlab chiqarishlarda ishlagan odamlar bor, baribir chiqadi. O'shaning uchun asosan bizga keladigan zaявkalar shu. Endi undan tashqari zaявkalar ham bor, umumiy ishchilar, shunga o'xshash har xil vakansiyalar bor, lekin men bu vakansiyalarni tavsiya qilmasdim, chunki baribir umumiy ishchi bo'lgandan keyin korxona hududidagi har qanday ish qildirishi mumkin. O'zini nomini. Umumiy ishchi tozalashda ishlashi mumkin. Umumiy ishchi shu skladda ishlashi mumkin, ko'tar, tushir, omborxonada. Shohruh, navbatdagi savolim, ish beruvchilar, bizga kelgan ish beruvchilar qaysi kasb egalarini xohlashyapti so'nggi kunlarda va yosh chegarasi? Oxirgi payt avgust oyini oladigan bo'lsak, avgust oyini o'ziga hozir bizda 500 dan ortiq payvandchilarga 4 ta davlatdan murojaatlar bor. O'sha 4 ta davlatdan ish beruvchilar kelishgan tayyor. Hozirgi paytda biza Toshkent shahrida, Xorazm viloyatida, Farg'ona viloyatida payvandchilarni tayyorlash bo'yicha migratsiya bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Xorazmda bu yo'lga qo'yilgan, Toshkent shahrida va Farg'onada hali bu dastur endi rejalashtirilgan, endi yo'lga qo'yilyapti. Xorazmda mana уже adashmasam 5-marta o'sha migratsiya bilan hamkorlikda payvandchilarni o'qitib ISO 9606 sertifikati berilib, ish beruvchilar kelib o'sha payvandchilarniki xalqaro standartligi nima beradigan sertifikat, payvandchilarni joyida imtihon qilib ko'rib olib ketishyapti. Уже natijalar ham bor, xudoga shukr.
Xo'p, avgust oyiga yana ham payvandchilar bu yerda hozir Slovakiyadan, Sloveniyadan, Estoniyadan va Qatar davlatlaridan qiziqishlar bor. Korxonalar har xil ishlab chiqarishlar bor. Bu yerda avtopromlar bor. O'sha neft-gaz yo'nalishi bo'yicha Qatardan, o'sha turboprovodlardan, endi har xil. Asosan payvandchilarga. Bu yerda argon svarkasi, ya'ni tik MIG svarkada ishlashni bilish kerak bo'lgan nimalar talablar bor. Ba'zi bir korxonalarda o'sha qishloq xo'jaligida ishlatilgan samolyotlarni ramalar ishlab chiqariladi. O'tga yetarli tajriba bo'lishi kerak. Qalin metal bilan ishlashadi chunki. Og'ir texnikalarni ramalarini ishlab chiqaradiganlar bor. Ular уже kelib ketishgan, bir marta imtihon o'tkazib ketishgan, juda ham mamnun bo'lib. Hozir yana boshqatdan kelishmoqchi, yana ham ko'proq o'sha ob'yemdagi o'sha ishchilarni olishmoqchi. Xudo xolasa biz bunga tayyorlanamiz. Ketwork menimcha bugungi kunda respublika bo'ylab faoliyat yurityapti, shundaymi? Respublika bo'ylab 10 ta viloyatda 12 ta filialimiz bor hozirda. Shunaqa vaziyat bo'lganmi tajribangizda? Germaniyaga ketdi bitta vatandoshimiz, ular muvaffaqiyatli ishladilar, ish ko'lamlarini bitirdilar vaqt bo'yicha. Endi kelib yana boshqa davlatga ketgan. Borgandan keyin ko'p holatda o'zi aslida qaytishmaydi. Qayta topshirish uchun qaytishmaydi, chunki Yevropaning o'zida ma'lum vaqtdan keyin ish beruvchining roziligi bilan ish beruvchini ish joyidan ogohlantirishsiz qochib ketmasdan ma'lum vaqtdan keyin ish beruvchi bilan kelishgan holatda o'zini hujjatini boshqa davlatga qayta rasmiylashtirish mumkin. Faqat til bilish darajasi talab etiladigan davlatlardan tashqari. Yana bitta savol, kimdan so'ramay chet elga borish qonuniymi? Bular rostdan oxirigacha turib berar ekanmi yoki u yerda borib kutib oladimi? Ana shu nodavlat demaymiz, qonuniy yo'l bilan ketayotgan xususiy bandlik agentliklari bilan o'sha aldanib qolayotgan fuqarolarimiz, shunaqa agentliklar yoki bir markazlar bo'lsa-da, ularni qonuniy emasligini qanaqa bir tekshirib, qanaqa tartiblari bormi? Birinchi o'rinda murojaat qilganda baribir litsenziyani so'rash kerak. Endi baribir odamlar litsenziyani farqiga bormasligi mumkin yoki u litsenziya soxta yasalgan bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi bir konsaltinglar litsenziyam bor deb oddiy tadbirkorlik guvohnomasini ham ko'rsatadi, shu korxonasining guvohnomasini. Aslida u litsenziya emas. Litsenziya Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi tomonidan taqdim qilinadi. Litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklarining ro'yxati, hozirgi kunda ishlayotganlarning ro'yxati o'sha migratsiya agentligining o'zini platformasida bor ro'yxat. Qo'ng'iroqlar bor, qo'ng'iroqlar uchun o'sha telefon raqamlari qoldirilgan. Undan tashqari yana ham agar o'zi tekshirib olish xohlasa, migratsiya agentligiga murojaat qilib, shu xususiy bandlik agentligi bormi haqiqatan yo'qmi, ishonch hosil qilib olish mumkin. Bu bir. Keyingi belgilari xususiy bandlik agentliklari naqdga ishlashi mumkin emas. Mana keldi, nomzod keldi, ish so'rayapti, naqd pul to'lash mumkin emas deyapsiz. Naqd pul to'lash mumkin emas. Ko'rdinglar? Faqat shartnoma asosida, u ham tartibga solingan. Tartibga solingan tartibda faqat shartnoma asosida ish qilinadi. Naqdga bironta kartaga o'tkazib berish yoki naqd pul berish u narsa mumkin emas xususiy bandlik. Asosiy belgilardan shu ekan-a? Juda ham yaxshi. Ketwork xususiy bandlik agentligi hali shu kungacha Xudoga shukr naqd pul olmagan, naqd pul olmaymiz ham. Bizga birinchi o'rinda qonuniy faoliyatimiz qiziq va o'zimizning reputatsiyamizni juda ham qadrlaymiz. Buni arzimagan sabablarga ko'ra buzishni yoki yo'qotishni xohlamaymiz. Konsalting agentliklari ko'p holatda naqd pul olishadi. Shartnoma bergan taqdirda ham shartnomada faqat konsalting xizmatlarini ko'rsatish beriladi. Xorijga ishga joylashtirish shartnomasi berilmaydi. Xorijga ishga joylashtirish, ya'ni ma'lum davlatga xorijga ishga joylashtirish shartnomasini faqatgina xususiy bandlik agentliklari bera oladi. Bundan tashqari, shunaqa holatlar bor. Kimlardir qaysidir xususiy bandlik agentligini ruxsatini olmasdan turib, o'zini o'sha xususiy bandlik agentligini filiali yoki o'sha xususiy bandlik agentligini litsenziyasidan foydalanish huquqiga egaman deb da'vo qiladiganlar ham bor. Uni ham baribir tekshirib olish kerak. O'shaning uchun iloji boricha konsaltinglarga ishga ketish uchun murojaat qilish kerak emas. Chunki xususiy bandlik agentligi migratsiya agentligi bilan hamkorlikda ishlaydi bu borada. Chunki har bir chet ellik
hamkorlarimiz bilan tuzilgan shartnomalarni migratsiyani reyestriga kirgizamiz. Ya'ni migratsiya qaysi xususiy bandlik agentligi qaysi chet ellik hamkor bilan ishlayotgani haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Bundan tashqari har bir viza olgan fuqarolarimizni, har bir xorijga ishga joylashtirilgan fuqarolarimizni migratsiya reyestriga kirgizamiz albatta. Ya'ni bunda har bir fuqaroimiz qaysi ish beruvchiga biriktirilgan va qaysi lavozimda, qaysi shaharda, qancha oylik, xullas hamma ma'lumotga ega bo'ladi. Va undan tashqari xususiy bandlik agentligidan ketgandan keyin fuqarolarni 1 yillik yo'q deganda monitoringi bizni bo'ynimizda. Ya'ni ularni xavfsizligi, ularni bor degan o'sha qaysi vakansiyada bor degan usloviyalar bo'ladigan bo'lsa, ularni borligini biz javob beramiz. Ikki tomonlama shunaqa munosabat o'rnatilgan. 100% yo'lga qo'yib berilgan bu narsa. Qancha vaqt davom etadi? Yo'q degani eng kami 1 yil. Endi ish beruvchi bilan Tuzilgan. misol uchun deylik, ba'zi bir ish beruvchilar 2 yil monitoring qilib beradi deyishadi. Ba'zi birlari 1 yil. Yo'q deganda eng kamida 1 yil monitoring qilamiz baribir. U ishlash sifatidan tortib u yerda yurish. Yo'q, ishlash sifatida biz javob bera olmaymiz. O'shaning uchun boshida biz imtihonlar tashkillashtiramiz. Boshida har xil suhbatlar tashkillashtiramiz. Baribir harakat qilamiz shu odamni kerakli filtrdan o'tkazish. Biz xususiy bandlik agentligi bo'lib, faqatgina u odamning xavfsizligi, o'sha tashkiliy migratsiyani to'g'ri yo'lga qo'yib berish, bor degan narsalarimiz borligi, borgandan keyin hujjat qildirishim kerak deb yugurib yurmasligi. Xullas o'shani nimaga javob beramiz. Lekin ishlash u chetga ketgan fuqaroni o'zini majburiyati, o'shanga yarasha haq oladi. Biz borib o'rniga ishlab bera olmaymiz. Shuning uchun shu narsalarni tushunib olish kerak. Xususiy bandlik agentligining majburiyati boshlanib tugaydigan joy bor. Fuqaroning ham majburiyati boshlanib tugaydigan joy bor. Boya aytganimda, har bir O'zbekiston fuqarosi tashqariga chiqqandan keyin O'zbekistonni yuzi hisoblanadi. Borgandan keyin har xil noqonuniy ishlarga aralashish kerak emas. Har xil aktlarda qatnashishga harakat qilish kerak emas. Har xil paradlarda qatnashishga harakat qilish kerak emas yoki Rossiya Federatsiyasi hozir bo'lyapti, misol uchun boshqa davlat urushlarida qatnashayotgan fuqarolarimiz bor. Misol uchun bu ham o'zgarishi o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatilgan nimalar bo'yicha javob beradi agar hali O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa ular. Ta'kidlanadi shu, to'g'rimi? Ular hammasi ogohlantiriladi bu narsa. Ya'ni boshqa davlat qurolli to'qnashuvlarda qatnashish mumkin emas yoki borgandan keyin yurishtirish qoidalari bor. O'shalarga amal qilish kerak. Biz baribir hamma biladi, misol uchun borgandan keyin o'sha nos orqasidan katta muammolar bo'lgan joylar bor. Baribir yevropaliklar hamma ham o'sha endi ba'zi bir davlatlar o'sha tushunib ham qolishdi-ku, lekin baribir yo'l qo'yishmaydi. Uni narkotik deb o'ylagan joylari bo'lgan. Norvegiyada 3 kiloni ostida, misol uchun butun boshli RF fura 5 kun nimada shtrafni stoyankada turib, haydovchi izolyatorda yotgan paytlari bo'lgan. O'shaning uchun baribir yurishtirish qoidalarini hisobga olish kerak. Mumkin emas narsalarni olib borish kerak emas, qilish kerak emas bo'lgan ishlarni qilish kerak emas. Baribir o'zi vaqtinchalik kelganini his qilgan holatda o'sha davlat qonunchiligini buzmasdan yurish kerak. Ular birinchi bo'lib shunaqa salbiy holatlarga duch keldi ham deylik. Kimga murojaat qiladi unda chetda? Yana salbiy holatlar degani aynan qanaqa? Misol uchun mana siz aytib o'tgan, sanab o'tgan. U sekin-astalik bilan kim orqali bartaraf etiladi? U birinchi o'rinda baribir qonun buzadigan bo'lsa, politsiya baribir ish beruvchisiga murojaat qiladi. Chunki har bir chet elga ishlagani ketgan fuqaro viza oldimi? Viza u kirish huquqini beradigan bir hujjat. Vizaning turlari bor. Misol uchun B bor, C bor, D bor. Har ishlagani ketadiganlar baribir o'sha davlatning milliy vizasini olib ketadi. Milliy vizasini olib ketgandan keyin baribir o'sha davlat qonunchiligi asosida migratsiyasiga borib, ish beruvchi bilan birgalikda hujjatlarini topshiradi va o'sha asosda unga o'sha ID karta beriladi. ID karta baribir orqasiga qaraladigan bo'lsa, o'sha fuqaro, ishchi qaysi korxona bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, o'sha korxona albatta ko'rsatilgan bo'ladi. Ish beruvchi ham, chunki o'sha ish beruvchi kafilligida viza olgan hisoblanadi bunday olib qarasa. O'shaning uchun politsiya ham birinchi o'rinda ish beruvchiga murojaat qiladi. Ish beruvchini chaqiradi. Mana sani ishchi mana bunaqa qilib yuribdi deb. Keyin tabiiy bizga chiqishadi. Tabiiy bizga chiqishadi. Endi bu holatda biz baribir harakat qilamiz.
ish beruvchi bilan gaplashib qanaqadir muammoni hal qilishga, lekin u baribir darajaga qaraydi. Misol uchun Bolgariyada shunaqa vaziyat bo'lgan. Aka-uka ketishgan. Bolgariya yirik, o'zimiz Akfa imzoliga o'xshagan yirik korxona, Rollplast deyilgan. O'sha korxonada aka-uka ketgan. Oradan 3 oy o'tgandan keyin, misol ukasini o'zi telefon qilib aytgan bizga. Iltimos, akamni O'zbekistonga qaytarib yuboring. Akasi ish vaqtida ishlagan, lekin ishdan tashqari holatda zapoyga kirgan, ya'ni spirtli ichimlik ichib, ko'chalarda yotib, dumalab, har xil narsa. Bu juda ham yomon narsa, chunki uni ertaga mashina urib ketadigan bo'lsa yoki bir uzoq ko'rsatmasdan nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, ish beruvchiga bari gap tegadi. O'shaning uchun shunaqa vaziyatlar bo'lganda ish beruvchi bizga chiqqan, biz harakat qilamiz uni o'sha yerda qoldirishga, to'g'rilashga. O'sha fuqaro bilan o'zi bilan ham muloqot o'rnatganmiz. Men ish paytida ichmayman, senga nima farqi bor deganda gapirgan misol uchun. Farqi borligini tushuntirganmiz. Endi baribir qaytarganmiz. O'zbekistonga qaytarishga majbur bo'lganmiz. U holatda hech qanaqasi yordam berib bo'lmaydi. U bir ketdi bo'ldi emas ekanda, u toki o'sha jarayonga kirishib muvaffaqiyatli bir ishlab ketgungacha ham Getwork xususiy bandlik agentligi qanaqadir mas'ul ekan katta. U mas'uliyat borligi birinchi o'rinda biz fuqarolar ishga ketganligi, baribir xudo ko'rmasin sog'lig'i bilan yoki nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, baribir uni O'zbekistonga qaytarish uchun uydagilari baribir bizga murojaat qiladi. Avvalambor hammasi ketganlar hammasi tinch yursin, sog' salomat bo'lsin, lekin baribir unaqa holatda kimga murojaat qilishadi? Bizga chiqishadi. Biz bu yerda konsulliklar bilan birgalikda, migratsiya agentligi bilan birgalikda baribir hamkorlikda qanaqadir choralar qilinadi, qaytarib olib kelish holatlar bo'lgan. Misol uchun Latviyada 32 yoshli bola qaysidir sabablarga ko'ra bilmadik, insult bo'lgan, ya'ni insult deyiladimi bilmadim, shu tanasini yarmi ishlamay qolgan. Yosh bola, hech kim o'ylamagan, misol uchun qanaqa stressiy holatlar bo'lmagan ishda. Shu o'sha vaziyatda baribir qaytarishda hamkorlik qildik. Olib kelishga va O'zbekistonga qaytarishga hamkorlik qilindi baribir. O'zbekistonga olib kelindi. Hozirgi paytda sog'ligiga qarashyapti baribir. Yoki o'lim holatlari bo'lgan, vaziyatlar bo'lgan. Misol uchun endi u holatda, ya'ni bizda bo'lmagan baribir. U holatda ham baribir xususiy bandlik agentliklari baribir nima qiladi? Yordam beradi. U yaqin davlatlar emas, misol uchun uzoq davlatlar. U holatda qaytarish tartibi bor. Shunchaki borib o'tdan olib kelib bo'lmaydi. Konsulliklar bilan birgalikda. Yetarli vaqt ketadi, katta xarajatlar bu. Sug'urtani ishlatish bilish kerak. O'shaning uchun baribir bu holatda xususiy bandlik agentligi yordam beradi. Yaxshilik bo'lsa, keyingi joyi yubordim, unutdim bo'lmasligini yana bir sabablardan biri bu ish beruvchilar. Biz ish beruvchilar bilan 6 yil, 7 yil, 8 yildan beri ishlaygan ish beruvchilarimiz bor. Ular bilan уже faqat hamkorlik munosabatlarimiz, insoniy munosabatlar ham, do'stona munosabatlar ham bor. Bunaqa holatda ishlash juda ham qulay. Endi biz yubordik, unutdik bo'ladigan bo'lsa, biz har oy, har kuni, har hafta ish beruvchi yangi qidirishimiz to'g'ri keladi. Bu juda ham noqulay. Chunki tekshirilmagan ish beruvchiga odam jo'natishdan yomon narsa yo'q. Shuning uchun biz harakat qilamiz bitta ish beruvchi bilan uzoq yillar davomida ishlash uchun. Ishonch bor o'rtada. Lekin shunga qaramasdan muvaffaqiyatli ishlayotgan vatandoshlarimiz, mijozlar ham bordir, bugungi kunda. Bunaqalar ko'p. Bunaqalar sizni hech qachon bezovta qilmaydi. Bunaqalar yaxshi kunlarda eslashadi. Yaxshi ish ko'rsatadi. Men misol uchun faxrlanib aytadigan nimalarim bor. O'sha bu bir necha yil oldin jo'natgan odamlarim bir yaxshi nimalar bo'lib qolsa telefonga rahmat. Sabab kelib qo'yamiz. Hozir bundoq bo'lgan, bundoq bo'lgan. Yaxshi, rahmat. Yo duo qilib maqtashadiganlar bor. Yaxshi. Shohruh sezon tanlamaydimi? Ishga ketish, chet elga? Uzoq muddatli ishlash hech qachon sezon tanlamaydi. Faqatgina mavsumiy ishlagani mavsum tanlaydi. Endi o'z nomi bilan mavsum, lekin yil uzoq muddatga tuziladigan ishlarda hech qachon yo'q. Tanlaydi faqatgina qishloq xo'jaligida tanlaydi. Agar yillikka qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa. Qishda bo'lmaydi. Yo'q. Misol uchun qishloq xo'jaligi mexanizatorlari, ya'ni traktoristlar. Qishda baribir qiladigan ish yo'q. O'shaning uchun ularda mavsum bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha qishloq xo'jaligida shu yerga ishlov berish nimasi
tugashiga yaqin bo'lganda ish beruvchi ularga ko'proq ta'til berib yuboradi. Deylik 2 oy yoki 3 oyga ta'til berishi mumkin. Qolganligi 1 oyga beradi, ularga 2 oy 3 oyga berib yuborish mumkin. Chunki endi ish yo'q. Bitta narsa aytishadi-da, bu yerda Toshkentda ishim yurishmayapti, chet davlatga ketaman deydi. Bir xil aytadiki, "Voy, Toshkentda ishing yurishmagandan keyin u yerda yurisharmidi? U yerda ham shunaqa yurasan" deyshadi. Lekin menimcha, meni nuqtai nazarimda hamma narsani o'rganishga tayyor bo'lgan, ochiq bo'lgan hamma narsaga, "Bo'ldi, ishlayman, o'rganaman, unaqa qilaman" degan odam menimcha zo'r bo'lib ketsa kerak u yerda, menimcha. Chet elga ketish har doim ham hamtagi moliyaviy muammolarning yechimi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ketishdan oldin baribir odam nafaqat ham o'zini qo'lidan nima ish kelishi, sal o'zini mana bu ruhiy holatiga ham qarab qo'yish kerak-da. Chunki agar hali bitta to'xtamga kelmagan bo'lsa, hali bir mana bu miyasini bir tartibga solmagan bo'lsa, bir qat'iyat bo'lmasa, uydan chiqmasligi yaxshiroq bo'ladi. Agar nima deydi, chet elga ishlashga tayyor bu o'zini to'g'ri yo'lga qo'yib olgan bo'lsa, nima deydi, qo'ldan keladigan ishlarni to'g'ri baholi olgan bo'lsa, chetga ketadigan davlatini aniq qilib olgan bo'lsa, ya'ni o'tib iqtisodiyotni o'rgansin. O'zini fuqarolarga bermayotgan oylikni chet ellik fuqarolarga va'da qilayotgan o'sha agentlikmi, xususiy bandlik agentligi bo'ladimi, konsalting bo'ladimi? Savol berib ko'rish kerak. Nima uchun o'zini fuqarosiga bermayotgan oylikni 6-7 oydan keyin keladigan muhojirga berish kerak. Iqtisodiyotni o'rganish kerak, ya'ni tayyorlanish kerak. Kim bo'lsa ham chetga ketishdan oldin tayyorlan. O'zi ketadimi, yo konsaltingdan ketadimi, yo xususiy bandlik agentligidan ketadimi? Baribir qayerga ketishdan oldin ham o'zini ruhiy tomonini o'rganib olsin, keyin imkoniyatlarini o'rgansin, til bilish imkoniyatlarini bir baholab olsin. Keyin ketadigan davlatni o'rgansin. O'shanda yana nimagadir erishish mumkin. Agar nixachuxa bo'lsa, ya'ni xohlamasa hech narsani bersang olaman. Hozir savolim bor edi-da, chetga ketayotganda birinchi nimadan boshlash kerak? Hozir mana Shohrux hamma boshlash kerak bo'lgan bir kriteriyalarni sanab o'tdilar. Kuzatuvchilarimiz orasida agar chet elga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, aytganlaridek shu chet davlati madaniyati, qonunchiligi, o'sha ish beruvchi emas, shu davlat, siyosati, shu hammani nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas, shulardan o'tishinglar kerak bo'lar ekan. Mening savolim bor edi, shu savolimga javob berib qo'ya qoldingiz. Bugungi aniq va lo'nda aniq faktlarga tayangan suhbat uchun rahmat. Juda ham menimcha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sanab o'tdingiz. Kerak bo'lgan ma'lumotlarni esa shuning bilan birga Getwork xususiy bandlik agentligining maxsus saytlarida, Telegram kanallarida, Instagram kanallarida, havola orqali ham o'zingiz kommentariy orqali ham yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi suhbatdoshimiz Getwork xususiy bandlik agentligining bugungi kundagi ijrochi direktor Shohrux Miraliyev. Yana bir bosh kelibsiz. Salomat bo'ling.